Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuhu. Demak, bugungi darsimiz 86-bet. Iqro va ajib. Iqro degani o'qigin deyapti va ajib javob bergin. Halis sariru fi hujratin nawm. Endi savol beryapti. Hal mi qo'shimchasi as-sariru kravat degani. Fi hujratin nawm. Demak, kravat fi hujratin nawm spalniydami deyapti. Javob beramiz. Naam, ha degani as-sariru kravat fi hujratin nawm uyqu xonasida deyapti. Demak, hal as-sariru fi hujratin nawm? Naam, as-sariru fi hujratin nawm. Demak, kravat uyqu xonasidami desa, ha, kravat uyqu xonasida. Xo'p, keyingi savolga o'tamiz. Halil mir'atu fil matbaxi. Ko'zgu, ya'ni mir'atu degan oyna oshxonadami deyapti bizga. Biz nima deymiz endi? Halil mir'atu fil matbax oshxonadami desa, la deymiz. La ni ishlatamiz. La deymiz. Al mir'atuni ko'chiramiz. Al mir'atuni bu yoqqa qo'yamiz. La al mir'atu fil matbax bo'lmaydi. Endi fil hammam deymiz, ya'ni hammomda deymiz. Mana bu yoqqa men yozib qo'ydim. La deymiz. Al mir'atu fil hammami deymiz. Demak, ko'zgu hammomda bo'ladi. Al-mir'atu fil hammam. Keyingisiga o'tadigan bo'lsak, halil havdu fil hujratil julus. Halil havdu. Havz nima edi? Demak, rakvina. Rakvina deyapti. Zaldami deyapti. Demak, bunga javob beramiz. Demak, javob beramiz mana. Halil havdu fil hujratil julus. Demak, havz, ya'ni rakvina uyqu xonasidami, hujratul julus, ya'ni zaldami degan savoliga la deymiz, yo'q deymiz. Al havdu ko'chirib yozamiz. Al havdu fil hammami. Fil hammami, hammomda deymiz, ya'ni rakvina hammomda deymiz. Keyingi savolimiz halil arikatu fi hujrati sufrati deyapti. Halil arika demak divan, hujrati sufra degani ovqatlanadigan, ya'ni dasturxon xonasidami deyapti. Demak, bunga ham biz nima deymiz? La deymiz. Javobida aytamizki la. Xo'p. Hal arikatu fi hujrati safar. Demak, kravat, sufra ya'ni ovqat yeydigan xonadami desa, biz aytamizki la deymiz. Al arika divonni ko'chirib yozamiz. Al arikatu fi hujratil julus. Buni xatim salma chiqdi, lekin ana bu yoqqa ana buni ko'chirsangiz bo'ladi. Fi hujratil julus bo'ladi. Demak, divan zalda deymiz. Hali tilfazu fi hujratil julus. Demak, televizor, hali tilfazu televizor fi hujratil julus deganimiz zaldami deyapti. Bunda endi javob berganimizda na'am deymiz. Na'am bilan ishlatamiz. Na'am at-tilfaz deb turib tilfozni bu yoqqa ko'chiramiz va fi hujratin nawmni bu tomonga olib ko'chiramiz, ana ikkinchisiga. Demak, na'am at-tilfazu fi hujratin nawm. Ha, televizor hujratul julus zalda deb aytamiz. Xo'p, keyingi mashqqa o'tadigan bo'lsak, sil baynal jumlati va surati al-munasibati summa qaro. Sil baynal jumlati va suratil munasibati summa qaro. Demak, sil degani bog'lagin, baynal jumlati gap va surat o'rtasidagi munosibini orasini chizib bog'lagin, summa qaro so'ngra o'qigin deyapti. Xo'p, ana al-arikatu lawnuha ahdaru. Demak, birinchisi al-arika deganimiz divan. Uni nimasi? Yashil rangda deb. To'g'ri. Al-mil'aqatu fawqa at-tawilati deyapti. Xo'p, bizga buni sal kichik qilamiz ekanda. Xo'p, men chizib chiqdim va buni o'qib beraman. Al-arikatu lawnuha ahdaru. Demak, divan uning rangi ko'k, yashil rangda. Al-mil'aqatu fawqa at-tawilati. Mil'aqa deganimiz qoshiq. Ana bu yerda qoshiq tovoqning ustida.
Favqat tovilati deydi. Stolning ustida ekan, kechirasiz. Al mil'aqatu qoshiq favqat tovilati stolning ustida. Hop, as-sallajatu lawnuha azraqu. As-sallajatu demak, as-sallajatu deganimiz xaladilnik. Xaladilnik uni nimasi yashil rang, ko'k rangda. Al-hatifu lawnuhu ahmaru demak, telefon uning rangi qizil deyapti. Hop, bu yerda al-butajazu lawnuhu abyadu demak, al-butajazu degani gaz pechi, uning rangi oq rangda deyapti mana. Assalomu alaykum. Hop, 87-betni ham qilib qo'yamiz. 87-bet. Iqro va ta'allam summa akmil. Iqro o'qigin va ta'lim olgin, so'ngra mukammal qilgin deyapti. Birinchisiga aytayaptiki bizga bayti mening uyim qoribun yaqindir minal madrasati maktabdan. Ana bu yerga e'tibor beramiz. Rasmchaga mani uyim deyapti, maktabga yaqin deyapti. Bayti qoribun minal madrasati. Demak, ikkinchisida aytib bayti mening uyim baidun degani uzoq degani. Uzoq. Qoribun yaqin degani. Yaqin. Demak, bayti mening uyim baidun uzoq anil masjidi masjiddan. Demak, uyim masjiddan uzoq. E'tibor beramiz azizlar. Yaqin ishlatadigan bo'lsa qorib deymiz va min bilan ishlatamiz. Va uzoq deydigan bo'lsa baidun ishlatamiz va an bilan ishlatamiz. An bilan min ikkalasi ham dan ma'nosini beradi, lekin yaqinlikka ishlatsak min bilan ishlatamiz. Uzoq narsaga ishlatadigan bo'lsak an bilan ishlatamiz. Qolganlarini shu mashqlarga o'xshatib qilishligimiz kerak bo'ladi. Ana shu tartibda ishlatamiz. Demak, yaqin bo'ladigan bo'lsa qorib bilan va min bilan ishlatamiz. Uzoq bo'ladigan bo'lsa baidun bilan ishlatamiz, an bilan ishlatamiz. Xo'p, qolgan mashqlarni endi qilishni boshlaymiz. Xo'p. Ana endi soydala deganimiz apteka degani. Qol al-mahbaz degani nonvoyxona degani. Demak, bayti mening uyim yozamiz ichkariga qoribun ana bu yerga. Demak, mani uyim nimaga? Aptekaga yaqin demoqchi bo'lsak, tepadagi nimani yozamiz? Qoribun minas soydala deymiz. Qoribun minas soydalati. Hozir ana yozib qo'ydim. Bayti mening uyim qoribun minas soydalati. Demak, mening uyim qoribun minas soydalati aptekaga yaqin. Ikkinchisida bayti ba'idun anil mahbazi deymiz. Ba'idun bilan ishlatamiz, ya'ni uzoqlikka ishlatamiz. Bayti mening uyim ba'idun uzoq anil mahbazi nonvoyxonadan. Anil mahbazi nonvoyxonadan. Hop, keyingisi al-valadu bola ko'p tokka yaqin deymiz. Nima deymiz bunda? Xo'p, yozamiz. Bunda demak yaqin ishlatadigan bo'lsak min bilan ishlatamiz. Al-valadu qoribun minal kurati deymiz. Xo'p, al-valadu ba'idun anish shajarati deymiz. Ana oxirgisi nima yozib beraman? Uzoq degan. Ana yozib qo'ydim. Ana bu al-valadu o'rtadagi yozadiganimiz ba'idun anish shajara. Shajarani yozib qo'yman, kerak emas edi. Demak, al-valadu ba'idun anish shajarati. Demak, bolakay daraxtdan uzoqda deymiz. Demak, al-valadu qoribun minal kurati. Bolakay ko'p tokka yaqin. Al-valadu ba'idun anish shajarati. Demak, bolakay daraxtdan uzoqda deymiz. Xudo xolasa shu bilan mana 87-betimiz ham tugadi. Assalomu alaykum.